Mamlakatimizda gepatit kasalligini oldini olish borasida tizimli ishlar amalga oshirilmoqda. Bu borada O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 16-maydagi ayrim dolzarb virusli infeksiyalar tarqalishiga qarshi kurashish chora-tadbirlarini takomillashtirish to'g'risidagi 243-sonli qarori muhim dasturiy amal bo'lib xizmat qilmoqda. Mazkur qaror ijrosini ta'minlash maqsadida Sanitariya-epidemiologik osoyishtalik va jamoat salomatligi qo'mitasi aholini yuqumli kasalliklar bo'yicha xabardorligini oshirish va profilaktika ta'limini tashkil etish borasida seminar treninglar o'tkazib kelmoqda. Tayloq tumanidagi Baxshtepa va Samarqand shahridagi Said Rizo Alizoda mahallalarida o'tkazilgan seminar ham aynan shu mavzuga bag'ishlandi. Virusli gepatit xalq orasida sariq kasalligi deb nomlanib, o'tkir yuqumli kasallik hisoblanadi. Uning A, B, V, C, D va E turlari bilan farqlanadi. Virusli gepatitning A va E turlari inson organizmiga suv va oziq mahsulotlari bilan og'izdan yuqadi. Sanitariya-epidemiologik osoyishtalik va jamoat salomatligi qo'mitasi hamda Respublika virusologiya ilmiy tekshirish instituti mutaxassislari Tayloq tumani va Samarqand shahridagi mahallalarda o'tkazilgan o'quv seminarlarda mahalla aholisiga aynan virusli gepatit turlarini tarqalishi, uning oldini olish bo'yicha ma'lumotlar berib o'tishdi. Shuningdek, seminar davomida gepatit A dan himoyalanishning eng samarali usuli emlash ekanligi, vaksina bilan kattalar va 2 yoshdan oshgan bolalar emlanish mumkin ekanligi tushuntirildi. O'quv seminar davomida fuqarolarga bachadon bo'yni saratoni bo'yicha ham ma'lumotlar berildi. Xususan, bachadon bo'yni saratoni har qanday yoshdagi ayollarda uchraydigan xavfli va keng tarqalgan kasallik ekanligi tushuntirilib, kasallikning eng yuqori darajasi 45-55 yoshlarda sodir bo'lishi ta'kidlandi. Vaksinatsiya yuqumli kasalliklarni oldini olishda asosiy profilaktik vosita hisoblanadi. Faqat profilaktik emlash tufayli bir qator yuqumli kasalliklar bilan kasallanish hamda ushbu kasalliklarning asoratlaridan saqlanish mumkin. Aholi o'rtasidagi kasalliklarning oldini olishda profilaktik uchrashuvlarning ahamiyati katta. O'zingiz va yaqinlaringiz salomatligiga befarq bo'lmang. Salomat bo'ling.